bunday darajaga qanday erishgansan? Yoki shunday tug'ilganmisan? Hayo tabassum qildi. Yo'q, tajriba orqali bilganman. Unday bo'lsa, boshqalarning fikrini emas, shaxsiy tajribangni baho berishdagi asosga aylantirgin. Boshqalarning fikri muhim emas demoqchimisiz? Salbiy fikrlari bo'lsa, ha. Zero ommaning fikriga suyanib ish qilish gohida seni ko'p narsadan mahrum etadi. To'g'ri, hayotingda maslahatlashadigan, fikrlariga suyanadigan odamlaring bo'lishi kerak. Lekin ommaning qarashlarini hayot tarzingni belgilab beradigan kompasga aylantirmasliging lozim. Aynan mana shu jihatdan sening fikringga to'liq qo'shilmayman. Xususan, sendek zukko, qobiliyatli shaxs borasida. Hayo xursand bo'lib ketgandan tabassum qildi. Rostdan ham meni zukko, qobiliyatli deb o'ylaysizmi? Amin tabassum bilan zinapoya sari yo'l oldi. Ha, katta bo'lganingda buyuk inson bo'lishingga ishonaman. Hayo xavotirlanib so'radi. Qayerga ketyapsiz? Amin tepa qavatga ko'tarilarkan javob qaytardi. Kitobni o'qib bo'lgach, oldimga chiq. Senga qahva tayyorlab beraman. Hayo Aminning ko'zdan g'oyib bo'layotgan qadamlarini kuzatgancha kulib so'radi. Qahvami? Tunda-ya? Hali to'liq ko'zdan g'oyib bo'lishga ulgurmagan Amin tepadan. Senga aytganimdek, ommaning fikriga suyanmay. Hayo nigohini quchog'idagi kitobga qaratdi. So'ngra uni olib ochishga tayyorlandi. Qani, ko'ramiz. Bu kitobning ichida nima bor ekan? Hayo kitobni ochdi va undan yorqin shu'la chiqib, ko'zini qamashtirdi. Bir necha soniyadan keyin Hayo o'zini keng oshxonada ko'rdi. Egnida esa uyida ishlaydigan xodimalarni eslatuvchi kiyim bor edi. Hayo qimir etmasdan atrofidagi narsalarga diqqat bilan razm solib chiqdi. Ro'parasidagi derazadan kechqurun ekanini bildi. Hayo xuddi unikidek libos kiyib olgan ayol kirmaguncha oshxonaning har burchagini diqqat bilan ko'zdan kechirishda davom etdi. Ichkariga kirgan ayol idish-tovoqlar sari yo'l olgancha Hayoga gapirdi. Nega bunday turibsan? Katta xo'jayin uchun kechki ovqat dasturxonini yozadigan payt keldi. Bo'la qol, menga yordam ber. Hayo biroz sarosimaga tushgan holda ayolning oldiga borib yonida turdi. Likopcha va kosalarni olayotgan xonim Hayoni urishib berdi. Nega menga bunday baqrayib turibsan? Yordamlash dedim-ku senga. Hayo hayajonlanib so'radi. Nima qilay? Ayol qo'ldagini qo'yib Hayoga yuzlandi. Birinchi kundan ahmoqgarchilikni boshlaymizmi? Ishga olinganingga 2 soat bo'lmasdan senga tushuntirganlarimni unutibsan-ku. Hayo talmovsiradi. Uzr, nima qilishim kerakligini aytsangiz bo'ldi, xonimim. Men sening xoniming emasman. Senga oldin aytganimdek, men hamkasbing, Hasina bo'laman. Biz ushbu xonadonning tungi ishlariga mas'ulmiz. Bizning ayni damdagi vazifamiz katta xo'jayinning jahllari chiqmasdan oldin kechki ovqat dasturxonini yozishdir. Hayo xavotirlanib so'radi. Yaxshi. Mana bu likopcha va kosalarni dasturxonga olib boraymi? Hasina taajjublangan ko'yi Hayoga qaradi. Lutfan. Hayo idish-tovoqlarni ko'targancha dedi. Xo'p bo'ladi, tezda olib boraman. Hayo Hasinaning aytganini bajarib oshxonadan chiqdi. Lekin katta yo'lakda ikkiga ajralgan yo'lak qarshisida to'xtab qoldi. Hayo qaysi tarafga yurishni bilmay bosh qotib turaverdi. Shu pallada ortidan Hasinaning "Yura qol" deb qo'ygan ovozi eshitildi. Hayo cho'chib, qo'ldagi idishlarni yerga tushirib yubordi. Idishlarning hammasi chilparchin bo'ldi. Hayo nima qilishni bilmay, karaxt holda Hasinaga qarab turar. Idish siniqlari oyoq ostida sochilib yotardi. Avvaliga Hasinaning jahli chiqqanga o'xshadi, lekin uning g'azabi xotirjamlik va nim tabassumga aylandi. Hech qisi yo'q, qizim. Siniqlarni tozalab olginda oshxonaga qayt. Dasturxonni yolg'iz o'zim yozaveraman. Hayo qo'rquv to'la nadomat bilan javob qaytardi. Uzr, afsusdaman. Hasina Hayoning qo'lidan katta patnisni olib, bezovta bo'lma, siniqlarni tozalab olsang bo'ldi, dedi.
Hayot cho'kkaladi. Xo'p bo'ladi, deb shisha siniqlarni yig'a boshladi. Hasina undan uzoqlashib, ehtiyot bo'l, tag'in bu go'zal tizzalarni jarohatlab qo'yma, deb ogohlantirdi. Hayo boshini ko'tarib, hech narsa demay, Hasinaning aytgan gapdan taajjublangancha unga qarab qo'ydi. Hayo siniqlarni tozalab olgach, oshxonaga qaytdi va kursilardan biriga o'tirib, Hasinaning kelishini kutdi. Lekin dasturxonni tuzashga kerak bo'ladigan barcha narsalarni olib ketgan Hasina ancha vaqt qolib ketdi. Oradan 1 soatcha vaqt o'tgach, Hayoning ko'zi ilinib, o'tirgan joyida uxlab qoldi. Kimdir yelkasidan turtib uyg'otayotganini sezgan Hayo ko'zini ochib qarasa, qarshisida Hasina turibdi. "Bo'la qol, idishlarni yuv", deyotgan ekan. Hayo o'rnidan turib, ko'zini ishqalagancha uyqusini o'chirdi. Keyin ustma-ust qalashib yotgan idish-tovoqlarning oldiga borib, ularni yuva boshladi. Hasina esa cho'ntagidan tamaki chiqarib, uni yoqdi. Hasina tamaki tutunini puflagancha so'radi: "Qayerdansan?" Idishlarni berilib yuvayotgan Hayo talmovsiradi. Nimani nazarda tutyapsiz?" Hasina biroz asabiylashdi. "Nimani nazarda tutyapsiz nima demoqchisan? Qayerdansan? Qaysi shahardansan? Qaysi qishloqdansan? Qaysi jahannamdansan?" Hayo kutilmagan bu asabiylikdan hayron bo'ldi-yu, lekin qarshilik bildirmasdan oq sochiq bilan idishlarni artgancha javob qaytardi. "Qayerdansan dedingizmi? Shahrimizdanmisan?" Hayo 1-2 idishlarni qurtgichga joyladi. Ha. Hasina oyog'ini chalishtirgan holda tamaki tutunini purkadi. "G'alati. Seni bu yerga olib kelgan odam shaharlikka o'xshamaydi. Uni qishloqlikka o'xshatdim." Hayo qo'lini fartukka artib so'radi. "Tugatdim. Yana qandaydir xizmat bormi?" Hasina oyog'i bilan tamaki qoldig'ini ezg'iladi. "Ha, mana u kursini olib qarshimga o'tirchi." Hayo Hasinaning aytganini qilib uning oldiga o'tirdi. Hasina Hayoga tikilib xotirjamlik va qat'iyat bilan gap boshladi. "Hoy qiz, meni yaxshilab eshit. Bilganingdek, bu yerga bajariladigan ishlar oson, beriladigan haq yuqori. Lekin kimlarga xizmat ko'rsatayotganimizni va ularni rozi qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini bilishing kerak." Hayo xavotirlanib so'radi. "Bu yerda oqsoch bo'lib ishlash bizdan ko'p narsa talab qiladimi?" "Asosiysi katta xo'jayinni rozi qilish." Hayo xavfsirab so'radi. "Qay darajada rozi qilish? Nima demoqchisan?" "Gaplaringizga qaraganda katta xo'jayin rosa tajang odamga o'xshaydi." Hasina keskin ohangda jerkidi. "Tajangmi, tajangmasmi, senga nima farqi bor? Asosiysi o'z ishingni ko'ngildagidek bajar. Tamom vassalom." "Mening vazifam nima? Aniqroq ayta olasizmi?" Hasina yangi tamakini cho'ntagidan chiqarib, uni yoqqan holda so'radi. "Seni bu yerga olib kelgan odam qanaqa ish qilishingni aytmadimi?" "U menga xizmatkorlik qilasan deb aytdi, xolos." Hasina tamakisini tutatib, "Xizmatkor? Bu xunuk so'z nimasi bo'ldi? Sen xonadon yumushlarini boshqaruvchi xodimasan. Nomlanishi qanday bo'lsa ham bajarilishi kerak bo'lgan vazifa bir-ku. Lekin bu yerda sendan talab qilinadigan qo'shimcha vazifa ham mavjud." Hayo qovog'ini solib so'radi. "Qanday vazifa?" Hasina ko'rsatkich barmog'i bilan tamakisining kulini to'kib yerga, so'ngra Hayoning oyog'idagi yaltirab turgan qop-qora tufliga qaradi. "Senga oldin aytganimdek, katta xo'jayin qari va haddan tashqari boy odam. Farzandlari o'z hayot yo'llarini topishga qaror qilib, bu yerni tark qilganlardan beri yolg'iz yashaydi. Ular xo'jayinni faqat bayramlarda 1-2 martagina ko'rgani keladi xolos. Afsuski, ba'zilari umuman bu munosabatlarga e'tibor bermaydi." "Keksa odam dedingizmi?" "Ha, shunday. Qasr ko'p hollarda tinch, har xil ovozlardan xoli bo'ladi. Keng makondagi bu tinchlikni faqat xizmatchilarning ora-sira kundalik tozalash va shunga o'xshash ishlari bajarilishigina buzilishi mumkin. G'ala-g'ovur katta xo'jayin uchun kechki ovqat dasturxoni yozilgunga qadar davom etadi.
Xizmatchilar kechki taom dasturxonini yozib, o'z uylariga ketadi. So'ng tong otgandan keyin yana qaytib kelishadi. Ular uyga ketgan paytda xo'jayinning xizmatini faqat o'zimiz bajaramiz. Tunda bizga ehtiyoj sezadilarmi? Xasina Hayoning yuziga tamaki tutunini puflab javob qaytardi. Xo'jayin aslida mustaqil, boshqalarning ko'maklashishini yoqtirmaydigan, ishlarni o'zi bajaradigan odam. Lekin yoshi kattalashib, jismini bemorlik egallagach, yordamchi yollashga majbur bo'ldi. Hali ham nima ish qilishimiz kerakligini tushunmadim. Xasina tamaki qoldig'ini oyoq kiyimining ostiga tashlab ezg'iladi. Sendan talab qilinadigan narsa shu yerda bo'lgan paytingda xo'jayinning talablarini bajarish. Ish vaqting quyosh chiqishi bilan yakunlanib, quyosh botgandan keyin yana boshlanadi. Bu odam uxlamaydimi? Xasina o'rnidan turib javob qaytardi. Uxlaydi, lekin nimadir kerak bo'lib qolsa seni chaqiradi. Uy juda katta. Xo'jayin meni chaqirayotganini qanday bilaman? Xasina devordagi qo'ng'iroqchaga ishora qildi. Mana shu qo'ng'iroqning jiringlashi xo'jayin seni chaqirayotganini anglatadi. Sizchi? Nima men? Siz yonimda bo'lmaysizmi? Men ertalabki ishlarga qarashaman. Shuningdek, xo'jayinga nonushta tayyorlash ham mening zimmamda. Chunki xo'jayin bu ishni mendan boshqasiga ishonmaydi. Mening ish vaqtim seniki tugashi bilan boshlanadi. Hamma narsani yaxshi tushunib olganingga ishonchim komil bo'lishi uchungina hozirgacha shu yerdaman. Lekin men hech narsani tushunganim yo'q, dedi Hayo talmovsirab. Xasina oshxonadan chiqargan Hayoni tinchlantirdi. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Hayo xavotirlanib, qayerga? Uxlash uchun albatta. Shu yerda yashaysizmi? Xasina tabassum qildi. Xonam yo'lakning oxirida. Agar biror narsaga ehtiyoj sezsang, eshigimni taqillatib o'tirma, baribir javob qaytarmayman. Xasina Hayoni hayrat ichra qoldirib oshxonadan chiqib ketdi. Hayo oshxona devoriga osilgan soatga qarab, vaqt kechki 10 bo'lganini va tong otib ish vaqti yakuniga yetishiga hali ancha vaqt borligini angladi. U nima qilishni bilmasdan xavotirlanib turganda qo'ng'iroq qattiq jiringladi. U maktabdagi dars boshlanishi yoki tugashini bildiradigan qo'ng'iroq tovushiga o'xshardi. Hayo cho'chib ketgandan o'rnidan sakrab turdi. Oshxonadan yugurib chiqib, ikki tarafi eshikka to'la uzun yo'lak bo'ylab yura boshladi. Hayo keksa xo'jayin eshiklardan qay birining ortida uni kutayotganini bilmasdi. U yura-yura yo'lak oxiriga yetib bordi. Qarasa, turli chiroyli rasmlar bilan to'la katta mehmonxonaga kelib qolibdi. Hayo bu san'at asarlarini ko'rib, hayratdan bir necha lahza joyida qotib qoldi. Shu payt xonalarning biridan "Xasina, qayerdasan?" degan hayqiriq eshitildi. Hayo ovoz kelgan katta eshikka qarab yugurdi va tabaqasini itarib, taqillatmasdan ochdi. Hayo eshikni ochib qaraganda, bahaybat stol qarshisida o'tirgan bir cholni ko'rdi. Uning atrofida mohirlik bilan o'yib ishlangan yog'och javonlarda son-sanoqsiz antiqa buyumlar turardi. Chol Hayoga qovog'ini solib, g'azab bilan o'shqirdi. "Sen kimsan? Xasina qani?" Hayo boshini quyi solib, xavfsiragan holda javob qaytardi. "Hojam, Xasina uxlayapti. Qanday istagingiz bor? O'zim bajaraman." Chol g'azab bilan baland ovozda yana o'shqirdi. "Xasina qani dedim." Hayo qo'rqqancha yana javob qaytarmoqchi bo'ldi. Uxla. Chol stol ustida turgan qog'ozlarni bostirishga ishlatiladigan marmar toshni uloqtirgancha baqirdi. "Meni hech narsani tushunmaydigan qo'y deb o'ylayapsanmi?" Hayo o'zi tarafga uchib kelayotgan toshdan qochdi va boshini quyi soldi. "Unday emas, hojam, uzr so'rayman." Chol indamasdan keskin nigohlari bilan Hayoni boshdan oyoq ko'zdan kechirdi. "Qahva tayyorlashni eplay olasanmi?" Boshini egib yerga qarab turgan Hayo cholning ko'zlariga qaramasdan javob qaytardi. "Harakat qilaman, hojam." Chol keskin ohangda to'ng'illadi. "Xasina nima uchun oddiy qahvani ham eplab tayyorlay olmaydigan kalta fahm xodimani ishga oldi?" Hayo nigohini cholga qaratdi. "Yana boshqa istagingiz bormi, hojam?" "Hech narsani eplolmas ekansan. Sendan nima foyda?" Hayo cholga javob qaytarmasdan sukut qilish bilan kifoyalandi. Chol Hayoga chiqishga ishora qildi. "Chiq, ortingdan eshikni yopib ket."
Hayo ulkan eshikning tutqichini ushlab, ortga qadam tashlagan holda uni tortib ochdi va yuzini cholga qaratgan holda uni yopishga shaylanib, "Xo'p bo'ladi", dedi. Hayo eshikni to'liq yopib ulgurmasdan, ortidan uni kimdir mahkam ushlaganini sezdi. Hayo endi yordam so'rab baqirmoqchi bo'lganda, kimdir og'zini berkitib, uni chol tomon niqtab kirgizdi va ortidan oyog'i bilan eshikni yopdi. Bu kutilmagan holni ko'rib cho'chib ketgan qariya baqirdi. "Sen kimsan? Nima istaysan?" Ichkariga bostirib kirgan erkak cholga javob qaytarmasdan, Hayoning qo'llarini ortga qayirib, kalta arqon bilan bog'ladi-da, uni xonaning bir burchagiga itarib yubordi. Keyin uy jihozlarini ag'dar-to'ntar qilib, javonlarni tita boshladi. Uning harakatlaridan qo'rqib ketgan chol hayqirdi. "To'xta, nima qilyapsan?" Ustki kiyimlari eskirib ketgan erkak o'girilib, g'azab to'la nigohlarini cholga qaratdi. Keskin nigohlardan qo'rqib ketgan chol so'lagini yutib ulgurmasdan bo'g'zida uning changalini ko'rdi. Baquvvat bosqinchi cholning bo'g'zidan tortgan holda siltab o'shqirdi. "Boyliklarni qayerda saqlaysan?" Chol tipirchilagan holda, "Qanaqa boyliklar haqida gapiryapsan?" "Ayyorlik qilma, qari to'nka. Badavlat ekaningni yaxshi bilaman. Bunaqangi qasrda kambag'al odam yashamasligi ma'lum." Chol bo'g'zini bosqinchining changalidan chiqarishga urindi. "Qo'yib yubor, nafasim qaytib ketyapti." Bosqinchi cholning bo'g'zini qo'yib yubordi va qarshi tarafga, katta stol ro'parasiga o'tirdi. Bosqinchi o'tirishdan oldin tamakisini yoqib oldi. So'ngra xotirjamlik bilan tamaki tutunini chiqargan holda gap boshladi. "Boyliklaringni qayerga yashirgansan?" Chol nafasini rostlab bosqinchiga qaradi. "Bu yerga meni o'marish uchun keldingmi?" Bosqinchi mushtini stolga urguncha baland ovozda o'dag'ayladi. "Bema'ni savollaring bilan vaqtimni behuda ketkazma." Bu vaqt xona burchagida yotgan Hayo qo'rquv bilan bo'layotgan vaziyatni kuzatib o'tirardi. U o'rnidan turib, qochib chiqishga o'zida kuch topa olmadi. Qo'llari bog'langani va xona eshigi yopiqligi harakat qilish imkonini bermasdi. Bunday vaziyatda eshikni ochishga bo'ladigan har qanday urinish hayotini xatarga qo'yardi. Shu sababli Hayo bo'layotgan vaziyatni jimgina kuzatib turish bilan cheklandi. Bosqinchi g'azab bilan choldan so'radi. "Hey ahmoq chol, hali uzoq kutamanmi?" Chol bosqinchi g'ijim qilgan ko'ylagini to'g'rilab tabassum qildi. "Ahmoq ekansan." Bosqinchi bor kuchi bilan o'shqirdi. "Senga faqat 1 daqiqagina vaqt beraman. Yo menga boyliklarning joyini ko'rsatsan, yoki seni ham, mana bu xodimani ham o'ldiraman. Ana o'shanda ko'ramiz kim ahmoqligini." Chol oldida turgan kumush ruchkani olib, xotirjamlik bilan yoza boshladi. Bosqinchi cholning nima deb yozayotganiga sinchiklab qaradi. "Boyliklar joylashgan makon xaritasini chizyapsanmi?" Chol yozayotgan so'zlardan ko'z uzmasdan yozishda davom etdi. "Bu yerga qaroqchilar xazinasini o'marishga keldim deb o'ylayapsan shekilli." Bosqinchi g'azablanib tahdid qildi. "Mana shu ruchka birozdan keyin ko'ksingga sanchiladi." Chol qiyo boqmasdan yozishda davom etdi. "Eshit." Bosqinchining qoni qaynab ketdi. "Nima? Meni shuncha mol davlatni senga o'xshab ahmoqlarga baqirib to'plagan deb o'ylaysanmi?" Bosqinchi g'azab qaynab hayqirdi. "Hoy jonidan to'ygan to'nka, meni ahmoq dedingmi?" Chol xotirjamlik bilan ruchkani chetroqqa qo'ydi. "Tamom bo'ldim deyaver. Chunki uyim to'laligicha kameralar bilan jihozlangan. Kameralar ko'rinishingni va uyimga kirganingdan beri nimalar qilganingni yozib olmoqda." Bosqinchi masxaromuz ohangda dedi. "Farqi yo'q, nima bo'lganda ham baribir qamoqqa tushaman. Undan oldin esa seni o'ldirib, hovurimni bosaman." Chol xotirjamlik bilan bosqinchiga tikilgan holda barmoqlarini bukdi. "Bu ham qo'lingdan kelmaydi?" Bosqinchi hayron bo'lib so'radi. "Nega? Nima demoqchisan?" Chol qo'llaridan birini stol tagiga kiritdi. "Mana shu joyda qorningga to'pponcha qaratilib turibdi. Qimirlasang, ichingga o'qini joylab qo'yaman." Bosqinchi xavotirlanib, "Aldayapsan", dedi. Chol bosqinchining ko'zlariga qat'iyat bilan tikildi. "Unda omadingni sinab ko'r." Bosqinchi bir cholning ishonch to'la ko'zlariga, bir stol tagida yashirib turgan qo'liga ola-kula qarab, "Ketsam bo'ladimi?" deb so'radi. Chol taraddudsiz, "Yo'q", dedi. Bosqinchining yuzida xavotir va qo'rquv alomatlari ko'rina boshladi. "Nega? Boyliklaring kerak emas. Faqat ketishni istayman."
Sen xonadonim hurmatini oyoq osti qilding. Endi buning badalini to'lashing kerak. Seni o'ldirganim uchun meni hech kim ayblamaydi. Qaytanga qahramonga aylanaman. Bosqinchi yig'lab yubordi. Yo'q, o'lishni istamayman. O'tinaman, unday qilmang. Chol istehzoli baqirdi. Qarshimdan tezda daf bo'l va hech qachon bu yerga qaytib kelma. Bosqinchi tezlik bilan o'rnidan turib eshik tomon shoshildi. U shu darajada tez harakat qildiki, hatto o'tirgan kursisi ham yerga qulab tushdi. Eshikdan endi chiqdim deganda, chol unga yana hayqirdi. To'xta! Vujudini qo'rquv egallagan bosqinchi titragan ko'yi to'xtadi va asta-sekin cholga o'girilib qaradi. Chol biroz jim turdi va sal oldin yozishga ishlatgan kumushrang ruchkasini bosqinchining oyoqlari ostiga irg'atdi. Buni o'zing bilan olib ket. Xonadonimdan hech kim quruq qo'l bilan chiqmaydi. Uning qiymati baland emasdir, lekin senga o'xshagan yalangoyoq pastkash uchun mo'maygina pul turadi. Endi chiq. Bosqinchi ruchkani olib tashqariga chiqdi va ortidan eshikni qattiq yopdi. Chol hayoga qarab, "Ahvoling yaxshimi?" deb so'radi. Bo'lgan voqealardan karaxt ahvolga tushgan hayo "Ha" degandek boshini silkitdi. Bir necha daqiqadan keyin xonaga Xasina sarosimaga tushgan holda xavotirlanib kirib keldi. Qasr eshigi qarsilab yopilganini eshitganday bo'ldim. Nimadir bo'ldimi? Chol g'azab bilan uni qo'ydi. Qayerda eding? Uxlayotgan edim, hojam. Chol baland ovozda baqirdi. Ishdan bo'shading. Xasina tabassum qildi. Hojam, axir bu yangilik emas-ku. Siz meni deyarli har kun ishdan bo'shatasiz. Chol jilmaydi. Unday bo'lsa, meni xonamga olib bor, uxlashim kerak. Xasina ish stolining orqasida o'tirgan chol tomonga qarab yura boshladi. Xasina xonaning burchagiga o'tirgan hayoga ko'z tushdi va undan "Bu yerda nima qilyapsan?" deb so'radi. Chol qaddini rostlab Xasinaga buyurdi. "Uni yodimdan chiqaribman-ku, qo'lini yechib yubor." Xasina hayron bo'lib so'radi. "Qo'lini yechib yuboray? Uni kim bog'ladi?" "Nima bo'lganini keyinroq o'zidan so'rab olasan. Ammo hozir qo'lini yechib yubor, tezroq, uxlagim kelyapti." Xasina hayoning oldiga bordi-da, qo'lini yechish asnosida qulog'iga pichirladi. "Bu yerda nima bo'ldi?" Chol jahl bilan jerkidi. "Xasina, hozir buni qo'ysang-chi? Bo'la qol, uyqum kelyapti. Tezroq uxlamoqchiman." Xasina tezda cholning oldiga bordi. Hayo esa cholning Xasinadan oldiga tezroq kelishini talab qilayotganidan taajjublanib qarab turardi. Xasina cholning orqasiga o'tib, u o'tirgan kursini ushladi. So'ngra uni ortga tortdi. Hayo qarasa, kursining g'ildirakchalari bor ekan. Buni ko'rgan hayoning hayrati tarqab, qotib qoldi. Cholning oyog'i shol bo'lib, o'tirgan kursisi ham nogironlar uchun maxsus aravacha ekan. Xasina aravachani eshik sari itara boshladi. Xonadan chiqib ketishlaridan oldin chol Xasinaga buyurdi. "Xasina, haydovchiga ayt, ertaga barcha xonalarga va uyning kiraverishiga kamera o'rnatirsin. Ha, aytgancha, unga yana to'pponcha olmoqchi ekanimni ham ayt." Aravani itarib xonadan chiqishga shaylanayotgan Xasina, "Xo'p bo'ladi, hojam" dedi. Ko'rganlardan karaxt ahvolda o'tirgan hayo so'radi. "Men-chi, men nima qilay?" Cholni xonadan olib chiqib ketayotgan Xasina hayoga qarab dedi. "Xonani tartibga keltirib oshxonaga bor." Hayo ag'dar-to'ntar natijasida yuzaga kelgan tartibsizlikni yig'ishtira boshladi. Saranjomlash asnosida cholning ish stoli ustida turgan tanish narsa hayoning e'tiborini tortdi. Hayo chol o'tirgan joyga borib to'xtadi. Qarasa, stol ustida qurigan binafsha gul turgan ekan. Hayo uni ko'rgan payti vujudida o'zgacha bir hisni tuydi. Hayo gulni olib hidlaganda, undan yorqin shu'la chiqib, bir necha soniya davomida uni qamrab oldi. Shu'la so'nganda, Hayo o'zini Aminning yerto'lasidagi charim kursida o'tirganini ko'rdi. Hayo shu payt tepa qavatdan Aminning "Qahvanga necha qoshiq shakar solay?" degan ovozini eshitdi. Hayo o'rnidan turib, tepa qavatga qahva tayyorlayotgan Aminning oldiga chiqdi va unga yaqinlashib, "G'aroyib kitob ekan" dedi. Amin Hayoga qahva uzatdi. "Necha qoshiq shakar solingan qahvani yoqtirishingni bilmadim. Shuning uchun faqat bir qoshiq soldim." Hayo finjonni olib, undan chiqayotgan iforni hidladi. "Isi ajoyib ekan." Amin kursiga o'tirib, ko'zoynagini taqdi. "Sovumasdan ichib ol." Hayo Aminning ro'parasidagi divanga o'tirdi.
qo'lida finjonni tutgancha dedi. Bu kitob oldingilarga o'xshamas ekan. Har kitob o'zgacha, bir-birini takrorlamaydi. Yo'q, voqealar rivoji tez va qisqa ekan demoqchiman. Unda bir necha soatgina vaqt o'tkazdim xolos. Muddatiga emas, olinadigan foydasiga e'tibor qarat. Bu kitobdagi voqealardan qanday foyda olishim mumkin? Boshingdan nimalar o'tkazganingni men qayerdan bilay? Uni o'qib ko'rmaganmisiz? O'qiganman, lekin bu kitoblar har bir o'quvchi uchun bir mazmun va turli ko'nikmalar taqdim etadi. Ayni shu kitobni o'qiganingizda sizda qanday taassurotlar qolgan edi? Amin qahvadan ho'plab ko'rsatkich barmog'i bilan ishora qildi. Bular haqida gaplashmasligimiz kerak. Hayo taajjublanib so'radi. Nega? Nima zarari bor? Buni buzib bo'lmaydigan qoida deb bil. Bu kitoblardan orttirgan tajribalaringni boshqa odam bilan muhokama qilma. Buning sababini baribir tushunmadim. Menga ishon. Xo'p, yaxshi. Endi qaysi kitobni o'qiyman? Amin qahvadan yana simirgancha javob berdi. Hayo, meni yaxshilab tingla. Senda mutolaaga uyg'ongan kuchli qiziqishdan xursandman, lekin ish chegaradan chiqishni boshladi. Hayo hayron bo'lib so'radi. Nima demoqchisiz? Amin qo'ldagi finjonni yonidagi tumbaga qo'ydi. Bu qiziqish shaxsiy hayotingga ta'sir o'tkazishni boshladi demoqchiman. Bu kitoblarning orasida yashar ekanman, shaxsiy hayotimning menga qizig'i yo'q. Bu kitoblar orqali voqelikdan shu shaklda qochishga urinar ekansan, ulardan foyda ola olmaysan. O'zingiz kitoblar boshqa olam demaganmidingiz? Deganman, lekin ularni haqiqiy hayotimizning o'rindoshi deb aytganman. Atrofingdagi odamlarning ham senda haqqi bor. Sababini qancha tushuntirishga harakat qilsang ham, sendagi o'zgarish ularga aslo yoqmaydi. Shuning uchun yolg'iz yashaysizmi? Amin tabassum bilan javob qaytardi. E'tiboringni faqat o'z hayotingga qarat. Hayo qo'ldagi finjonni oldiga qo'ydi. Unda nima qilishimni xohlayapsiz? Mutolaa qilish o'zing va atrofingdagilar, xususan senga g'amxo'rlik qiladigan odamlar hayotini kirlatmasligi uchun uying va oilangga taalluqli ishlarni tartibga solib olishingni istayman. Hayotimga hech kimning aralashishiga haqqi yo'q. Mustaqil bo'lganingdan keyin istaganingni qilishing mumkin. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Hali hayoting to'liq o'z qo'lingda emas. Endi o'qigani boshqa kitob bermayman demoqchimisiz? Unday demadim. Lekin boshlanishga hech bo'lmaganda ma'lum miqdor bilan cheklanamiz demoqchiman. Qanday? Har bir o'qiydigan kitobingni bajarishing kerak bo'lgan bir vazifaga bog'lab qo'yaman. Nima nazarda tutayotganingizni hali ham tushunmadim. Yaqinda soqchilar bilan uyimni bosgan xonam bilan o'rtangizdagi kelishmovchilikka barham bersang, o'qishing uchun bitta kitob beraman. Halimani aytyapsizmi? Ha. Qilgan ishi uchun uni jazolashimni xohlaysizmi? Amin taajjublanib dedi. Jazolash? U seni yaxshi ko'rgandan shunday qildi. Sen bo'lsa uni jazolashni istaysanmi? Qaysi aql bilan bunday qilmoqchisan? Unda nima qilishimni istayapsiz? Amin xo'rsinib javob qaytardi. Ahvoling yaxshiligini bilsin, uning ko'nglini xotirjam qilishingni xohlayman. Hayo o'rnidan turib chiqish eshigi tomon yurdi. Xo'p, yaxshi, aytganingizdek qilaman. Amin sokin ovozda Hayoning ortidan chaqirdi. Hayo! Eshikdan chiqayotgan Hayo Aminga o'girildi. Labbay! Amin tabassum bilan so'radi. Kitob qanday ekan? Hayo ham jilmaydi. Boya aytganimdek, o'zgacha ekan. Hayo Aminning uydan chiqib, qasr sari yo'l oldi. Uyga yetib borgach, darvozadan o'tib, qasrning o'rtasiga yetganda, xavotir bilan uni kutib turgan Halimaga duch keldi. Halima unga, "Hayo xonim, men" deb endi gapirmoqchi bo'lganda, Hayo uning gapini bo'lib, qattiq quchoqlab oldi. So'ngra qulog'iga pichirladi. "Hech narsa dema. Bilaman, sen meni yaxshi ko'rasan. Shuning uchun xavotir olgansan. Lekin bunga o'rin yo'q. Ahvolim a'lo." Halima ham Hayoni qattiq quchoqlagancha yig'lab yubordi. "Sizdan rosa xavotir oldim." Hayo Halimani qo'yib yuborib, yosh to'la ko'zlariga qaragancha tabassum qildi. "Xavotir olma, yaxshiman. O'zimni hech qachon bunchalar baxtli his qilmaganman."
Halima ko'z yoshlarini artdi. Bularning bari o'sha semiz chol bilan suhbatlashganingiz sabablimi? Hayo tepa qavatga eltuvchi Sinapoyaga qadam qo'ydi. Faqat u emas, uning kitoblari sababli, Halima. Halima zinadan ko'tarilayotgan Hayoni hayrat bilan kuzatib, kitoblari? Kitob o'qishni yoqtirmaysiz deb o'ylardim. Oxirgi zinapoyaga yetgan Hayo turgan joyidan baland ovozda dedi. Ahmoq bo'lgan ekanman, Halima, ahmoq. Hayo otasi bilan bu mahallaga ko'chib kelgan payt yozgi ta'tilga to'g'ri kelgandi. Shuning uchun ham Hayo Aminning uyiga kun davomida turli vaqtlarda qiynalmay qatnay boshladi.